Assalomu alaykum jigitlar. Sadir Japarov Jeenbekov rahimlar bilan so'rashdi, biroq tashrif so'rashdi. O'shaga tashrif so'rashganini Sadir Japarov men so'rashdim debdi-yu. Cho'lpondan keyin o'shanta tashrif bu yerda barjo'g'ini urildi debdi-yu. Kecha Qamchiqning buyrug'i bo'yicha Madmarta Oq uyning oldida o'ltirildi deb dedilar mitingda. Baldar qutqarib ketdi-da. Plan bayağı boyunca Qarqaran aytib, Madmartni bo'lishuncha jamon ko'rsatib, Sadir Japarovni prezident qilishimiz kerak. Sadir 3 yildan beri Rishotkada o'tirsa-da, Madmartni Qarqara bo'yicha jamondagilar deb usul kunga tayyorlangan. Buyursa Sadirchilar o'tadi, ham birinchi qaralab jamon ko'rsatib olaylik bo'ldar. Hozir barcha so'zlarda Madmartni qaralab chiqamiz. So'zlarda Madmartni qaralab жатабыз. Kommentariylarda boshqalarda yozaveringlar sizlarda. Madmartni elga jamon ko'rsatib olsak, Sadirni prezident qilamiz. Shunda g'ana saylovlarda ketgan rasxodlarning barini qaytarib olamiz shunda. Harakat qilaveringlar jigitlar.